Do'stlar, biz O'zbekiston xalqaro aeroportidamiz va safarimiz boshlanmoqda. Keyin bitta assalomu alaykumdan boshlaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz safarga otlanyapmiz. Va inshaalloh biz bilan hamsafar bo'lishingiz mumkin. Hamsafar dasturi esingizda bo'lsa kerak, biz oldingi sayohatimizda aynan Turkiyadagi ko'zga ko'rinarli va gavjum joylarni, tarixiy mavzelarni sizga tanishtirgan edik. Endigi safarimiz esa Malayziya davlatiga bo'ladi va birinchi manzilimiz Kuala Lumpur shahriga qo'namiz. Inshaalloh hozir Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Muhim ma'lumot aytmoqchi edik sizga. Albatta. Aka, sayyohlar har doim borgandan keyin hani hordiq chiqarmoqchi bo'ladi. Darrov shu mehmonxonaga borsam, charchon chiqarsam deydi. Endi qarang. Aeroportning o'zida, xalqaro aeroportning o'zida mana bunday milliy uslubdagi mehmonxona bor ekan. Bemalol mana ko'rsatishingiz mumkin. Vaziyatni qarang. Holatni qarang. Juda chiroyli, ko'rinish boshqa. Ya'ni kelgan odam bu yerni ko'radi-yu, o'sha O'zbekistonni muhitiga birinchi qadamni his qiladi. Birinchi muhitni mana shu yerda his qilar ekan. Keyin tarixiy joylarga borganda yanada oshirish mumkin. O'z yo'nalishimizdan kelib chiqqan holda foydali, qiziqarli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz safar davomida va videolarni izlashda biz bilan birga bo'ling. Bismillah. Boshladik. Demak, Malayziya bo'ylab sayohatlarimiz davom etadi va albatta Malayziya deganda xayolga birinchi bo'lib keladigan narsa bu o'sha mashhur egizak minoralar, ya'ni Petronas Twin Towers. Malayziyaning to'g'rirog'i Kuala Lumpur shahrini tashrif qog'ozi desak ham bo'ladi. aynan shunday. Bu bino dunyodagi eng baland bino hisoblanadi. Hisoblangan ekan 2003 gacha ekan. 2003 gacha. Keyin hali Tayvanni Taypeydagi Tayvan 101 degan bino qurilgandan keyin ustiga shpil o'rnatilgandan keyin bu maqomini biroz yo'qotibdi. Chunki o'shanda 5-8 metr bo'lgan ekanda u. Bu 451 metr 19 metrni tashkil etar ekan. 451 19 metrni tashkil etar ekan. Ikkala binoning uzunligi. Aynan bu binoning arxitektorini Malay deb o'ylashingiz mumkin, lekin yanglishasiz. Buni arxitektori amerikalik. Hozir mana amerikalik Cesar Pelli tomonidan loyihalashtirilgan bino hisoblanadi. Shunday. Bu bino ikkita korporatsiyani raqobati ostida qurilgan. Ya'ni Koreya bilan Yaponiyaning muhandislari kompaniyasi va Koreyaning Samsung ST korporatsiyasi tomonidan qurilgan, ya'ni raqobat bo'lgan va 6 yil muddatda qurib bitkazilgan ekan. Juda qisqa muddatda bitkazilgan bino va bu bino o'zi nimani tashkil etadi? Nima uchun bu bino qurilgan degan savol bo'ladigan bo'lsa, demak, mashhur neft kompaniyasi Petronas milliy Malayziyaning o'sha kompaniyani aynan bosh ofisi demak joylashish uchun mana bu ikkita bino qurilgan ekan va binoni demak Malayziyada va musulmon diyorida qurilganligini yana bitta tarafi bino 8 burchakli dumaloq shaklda qurilgan va bu aynan islom me'morchiligini ifoda etadigan ramzlardan biri hisoblanadi. Yana bir hayratlanarli ma'lumot, bino aynan 6 yil muddatda qurib bitkazilgan. Qarang, 6 yil muddatda shunday osmoni par, muhtasham, baland bino 6 yil muddatda qurib bitkazilgan. Agarda siz go'zal narsalarni yaxshi ko'rsangiz, go'zal binolarni yaxshi ko'rsangiz, aynan mana shu Petronas Twin Towersga kelishingiz kerak, tashrif buyurishingiz kerak. Aynan quyosh botgandan keyin bu bor go'zalligini, bor mahobatini namoyish qiladi va Malayziyaga kelgan odam albatta bu egizak binolarni ko'rishga keladi. Hop, egizak binolarga ya'ni taomlanish uchun kelganmiz. Antiqa narsa e'tiborimni tortdi. To'g'ri, bu mavzudan tashqari-yu. Menyuni qarang, xabarda. Menyuni.
ko'rinish har xil, lekin mahsulotlar bir xilga o'xshayapti-ya. Yo'q, mayli bir Hammasi xil, ustida. lekin bu Ha. sun'iy qilingan narsa. Ha, sun'iy deysizmi? Tabiiy emas bu. Ajoyib chiqqan lekin. Masalan, qo'l bilan tegib balki ko'rish muzlatilgan. mumkinmi deb so'rab ko'ring. This not real. This fake. Ha, yasama. Fake. Yasama. Mana yasama. Bizdagi u oshxonadagi yuritadigan biznesmenlar uchun anaqa master class deydi-yu, ya'ni yangilik. Bular hammasi yasama ekan, lekin xuddi tabiiyga o'xshaydi. Ha. Mana tegib ko'ryapman, men ovqatga tegmayapman, yasalgan narsa. o'xshayapti. Ajoyib boplashib tegib qo'yilgan. Tarvuzda ham yasama. Yasama tarvuz. Qarang, asosiy mahsulotlar: guruch, tovuq go'shti, umuman go'sht mahsulotlar. Loviya, pishloq, ana u narsani nimaligini bilmadim lekin. Qarang, bodringga o'xshash narsa bor ekan. Xullas, ko'proq endi tabiiy mahsulotlar va kaloriyasi kamroqqa o'xshayapti. Xo'p, ushbu binolar 88 qavatdan iborat, 452 metr. Почти. Ha, xuddi shunaqa. Deyarli. Ya'ni 451 hali aytdik va bularni 41 va 42 qavatlari orasida mana bu ko'rib turganingiz osma ko'prik bor. Bu osma ko'prik ikkita binoni Bir-biriga ulash vazifasini o'taydi. va endi haqiqatda bunaqa ko'prik hech qayerda bo'lmasa kerak. Ha. Faqat bitta shu osma ko'priklardan va eng balandlaridan biri. Lankaviydamiz. Malayziya bo'ylab sayohatlarimiz davom etadi. Lankaviydagi ikkinchi kunimiz va rejamiz bo'yicha hozir Sky Cup deydi. Demak, shu osmon ko'prigimi o'shanga chiqyapmiz-da endi hozir. Va manzarani o'zingiz ko'rib turibsiz. Yo'q akam hali tamir bolalardan ham so'ragan, o'zi ham so'rab maza qilib o'tiribdi. Nima deysiz aka? Noodatiy bir ob-havo anaqa tomosha qilishga chiqyapti, ya'ni bulutlar Ha, aro birga suzamiz. qarang mana manzarani qarang. Sky Bridge. Sky Bridge va hozirgi mana bu uchib borayotganimiz Sky Cup deydi. Ya'ni havo qutisi deydimi, endi xonasimi, osmon xonasimi, mana uni manzara qarang endi. Nima deb ta'riflashga ham so'zimiz yetmaydi. Ya'ni Allohni yaratqiqlarini ko'rib tafakkurga undaydigan narsa. Haligi Albatta. safarga chiqishdan murod ham o'zi Allohni yaratqiqlarini ko'rib tafakkur qilib, uni naqadar ya'ni Allohning buyukligini yana bir bor his qilish. Albatta. Va inshaalloh biz kadrlarni ko'rsatamiz, tasvirlarni. Siz ham his qiling biz bilan birga. Xuddiki siz ham Malayziyaga kelgandek bo'lasiz inshaalloh. Xo'p. Uzoq zinalardan chiqdik. Noodatiy ko'prik, yo'l o'tkazgich desak ham bo'ladi endi buni. Maxsus ko'prik, ha. Xo'p, Malayziya haqida ma'lumot bersak, qarang, men uchun qiziqarli ma'lumot bo'ldi. Malayziyada odamlarning islom diniga e'tiqod qilishi konstitutsiya bilan tasdiqlangan. Ya'ni 160-moddasiga ko'ra tug'ilgan har bitta malay bola musulmon hisoblanadi. Musulmon hisoblanadi. Juda ham yaxshi. Va bu biz uchun haqiqatda boshqacha bir yangilik. Lekin biz endi ba'zi payt so'radik, ya'ni haydovchilardan musulmonmisan degan ma'noda so'rasak, hammalari alhamdulillah musulmonman degan. Faqat bir ikki hollarda do'konga kirsak, suratlardan, boshqa bir detallardan u yerdagi odamni, sotuvchini boshqa dinga e'tiqod qilishini bilib qoldik. Boshqa holatda hamma demak malaylar musulmonligini angladik. Mana bunday O'zi statistik holat bor. jihatdan ham 67,7% aholining qismi musulmonlar hisoblanar ekan va buning orasida nasroniylar va buddistlar ham bor ekan. Ha. Chunki bu yerda endi millat Hindi Xitoylar ko'p, hindlar nechidir qism, Xitoylar nechidir qism va ular asosan o'sha boshqa e'tiqodlarga, aytaylik mana
buddizmga, nasroniylikka, hindlarda ham mana nasroniylari bor, shularga e'tiqod qilishadi. Hinduylar ham bor lekin Ha. alohida. Va boshqa millat vakillari bor. Lekin malaylar juda ko'pchilik va endi davlatni asosiy qismi, asosiy o'sha millat o'laroq malaylar bilinadi va Malayziyadamiz. Ha, va aholini 5 dan 3 qismini Ha. musulmonlar tashkil qiladi va din asosiy din bu yerda islom Asosiy din islom. sifatida tan olinadi va aholini yashash turmush tarzida ham bu yaqqol ko'rinib turibdi. Xo'p, Malayziyada biz hozir mana Langkavida bo'lsak, Langkavidagi eng ko'zga ko'ringan joy mana shu ko'prik. Kelgan sayyohlar u, ziyoratchilar u hammasi demak mana shu yerda shu suratga tushishadi. Ko'pgina hollarda bu shaklni, bu manzarani ko'rishingiz mumkin va biz ham tabiiyki bu manzarani ko'raylik dedik. Bu yerda hozir shishadan bo'lgan ko'prik bor. Ko'pchilik endi biroz xavotir qiladi chunki oyog'ingiz tagini ko'rib turibsiz. Hozir bizda qanday holat bo'ladi buni endi birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Lekin mana shu yerning o'zida ham biroz odam g'alati yurar ekan. Nimaga desangiz, atrofingiz mana pastlikka qarasangiz sal xavotir bo'ladi. Ozgina Lekin yuryapmiz. qo'rqinchliroq. Pastga qaramang dedik-ku, shu pastga qaramasdan Xo'p, yuramiz. Xullas, ko'prikdan yurib ketyapmiz. Atrof biroz qo'rqinchli. Ya'ni odamni vahima bosadi ozgina. Malayziya 1963-yil 16-sentyabrda tashkil etilgan bo'lib, o'z ichiga Malayziya yarim oroli, Singapur oroli va Borneo shimolidagi Sarawak va Sabah koloniyalarini o'z ichiga oladi. Lekin 1965-yil avgustda Singapur federatsiyadan chiqib, alohida respublikaga aylanadi. Bunga albatta ba'zi bir ichki va tashqi sabablar bor. Shuning uchun ham hozirgi kunda Malayziyani demak eng yaqin savdo hamkorlaridan biri ham aynan Singapur hisoblanadi. Singapur, Tailand, Indoneziya aynan mana bu orol davlatlar bir-biriga yaqin hamkorlik aloqalarini o'rnatishgan. Demak biz hozir Malayziyaning Langkavi shtatida bo'ladigan bo'lsak, yaqin orada Tailand bor. Buni chegarasini kechib biz okeandan suzib o'tayotgan paytimiz ko'rgan edik. Manzarani ko'ring, rohatlaning, Malayziyaga keling va Alloh taolo yaratgan bu go'zalliklarga albatta o'zingiz bilan nazar tashlang, fikr qiling. Davom etamiz. Malayziya yarim oroli Janubiy Sharqiy Osiyo davlati bo'lib, ekvatordan shimolda joylashgan va u ikkita bir-biriga qo'shilmagan alohida mintaqalardan iborat. Xo'p, poytaxti Kuala-Lumpur esa g'arbiy qismda qirg'oqdan taxminan 40 kilometr janub uzoqlikda joylashgan. Ma'muriy markazi esa Putrajaya bo'lib, poytaxtdan taxminan 25 kilometr janubda joylashgan. Xo'p, bu davlatni o'ziga xos jihatlaridan bittasi bu ob-havosi, iqlimi. Ekvatordan shimolda joylashganligini hisobiga havo biroz dimroq va mahalliy aholi bunga juda yaxshi ko'nikib ketgan. Sayyohlarga biroz shu ob-havosi noqulay tuyulishi mumkin. Aholining aksariyat qismi biz yuqorida aytib o'tdik, musulmonlardan tashkil topgan va bu statistik ma'lumotlar bo'yicha 67,7% ni tashkil etadi. Undan tashqari nasroniylar, buddistlar va turli xil din vakillariga mansub aholi istiqomat qiladi. Yarim orol va orol Malayziya bir xil tropik kengliklarda joylashgan bo'lib, yuqori harorat, namlik va kuchli yog'ingarchilik mavjud. Shuning hisobiga yil bo'yi bir xil yuqori harorat saqlanib qoladi. Va biz bu narsani o'zimiz tanamizda his qilib ko'rdik. Ya'ni Malayziyaga kelib qo'nganimizdan so'ng Kuala-Lumpurda aeroportdan chiqarkanmiz, o'sha nam havo bizning o'pkamizga va bizning tanamizga boshqacha ta'sir qildi. Chunki bu yerni endi xalqi o'rgangan, lekin biz aynan yuqori haroratli, bir mo'tadil haroratli yurtdan kelgan odamlar bu havoga birdan kirishib ketishimiz qiyin bo'ldi, nafas olish qiyin bo'ldi, terlash boshlandi va bu narsa hozirgacha davom etyapti. Hozir ayni paytda biz Langkavida tog' tepasida bo'lganligimiz uchun hozir harorat yaxshi, sovuq, shabada bor, terlamayapmiz va inson haqiqatda rohatlanadigan bir havo bo'lib turibdi. Shunday bo'lsa-da, ja sovuq emas, ayni bizning tog'larda biroz sovuq bo'lganida hali ustimizga qalin narsalarni kiyib olardik. Bu yerda esa unaqa narsa emas. Hozir ko'rib turganingizdek bu yoqda mana okean, tog' va mana bunday go'zal manzara.